O'zbek adabiyotining yirik namoyandasi G'afur G'ulom 1903 yilning 10-may kuni Toshkentning Qo'rg'ondagi mahallasida tug'iladi. Men sizlarga G'afur G'ulomning Mening o'g'rigina bolam kitobini bibliografik sharhlab bermoqchiman. G'afur G'ulom Mening o'g'rigina bolam hikoyalar to'plami, adabiy va hayot asarlar turkumi, Toshkent Oltin qalam nashriyoti 2023-yil 128 betdan iborat. O'zbekiston xalq yozuvchisi G'afur G'ulomning nasriy asarlarini o'qir ekansiz. Ularning deyarli barchasida xalq g'amini, tashvishini, muammolarini ko'tarib chiqqaniga guvoh bo'lasiz. Masalan, mazkur kitobdan o'rin olgan Mening o'g'rigina bolam hikoyasida Birinchi jahon urushi yillarida xalqimizning qanchalar qiynalganini yoritadi. Shuningdek, adib o'g'irlik, yolg'onchilik, ichkilikbozlik kabi illatlarning oqibati nima bilan tugashini ham jo'rabo'za, inoqlik kabi hikoyalarida yorqin tasvirlar bilan ko'rsatib bergan. O'ylaymizki, ushbu kitob eng sevimli asarlaringiz qatoridan joy oladi. Ushbu kitobni Shayxontohur tuman axborot kutubxona markazimizga kelib olib o'qishingiz mumkin.